Assalomu alaykum. Kasbdoshlar. Mana hozir janubiydan kelayotgan suvni Naymanariqqa quyilishi seminarni tozalayapmiz. Rushnoy fermerlar suvchisini olib chiqib, hashaylari olinib, suv yo'llari ochilyapti. Janubiydan suv kelsa, ravon ketishi tozalanyapti ariqlar. Fermer xo'jaliklarini, suvchilarini olib chiqib tozalayapmiz mana. Suv Naymanariqqa pastligidan janubiydan suv kutib mana yo'llarni tozalayapmiz. Seminarni Latoydan borib Naymanga quyiladigan joy. Hozir janubiydan 200 ta suv deyiladi, 200 ta suv emas. 100 ta suv bor. Hozir yo'llarni tozalasak suvni janubiydan suv ko'paytirib berilsa, xudo xolasa fermerlarning paxtasiga suv ko'payadi. Hamma fermer hozir 5 ta fermer bo'lsa, 5 o fermer ham suv deyapti. Suv yetkazib berishimiz kerak biz. O'shaning uchun olib chiqib ularni ariqni tozalasalaring janubiydan suv olib kelamiz degan gap qilib tozalashyapti. Endi uyaltirib qo'ymasdan janubiydan suv qilib bersalaring bir 3 kun, 4 kun ashir fermerlar paxtasini birinchi suvini qo'yish bo'lsa, ko'ngil to'q, hosillar mo'l bo'ladi xudo xolasa. Hozircha endi Samsungda choptirish jindayda bo'lganligi uchun qo'lda tozalayapmiz endi bu ariqni. O'sib qolgan hashaylar o'rilib, ichkaridagi baqato'llar, shox-shabalardan tozalab qo'yapmiz. Suvni yo'lini ravon qilgan. Kun issiq bo'lishiga qaramasdan qo'llarni olib chiqdik. Hozir soat mana 2:30. 3 ga yurdi. Bunu o'sha meni ham olib qo'ying. O'zim ham chiqib qolay chiqdim, ko'rindimmi? Ko'ramiz. Tezroq o'tib, o'sha oldi tomondan shox-shabalarni olavergin bo'ldi edi sana. O't oldiga. Qaralash bor akalarga. Bitta o'zing kelsan, endi 4 kishini shuni qilib berasan-da. Ertaman dadang keladi, xudo xolasa. Navoxoriga azob osmanda. Qo'shib qo'ysa tashab qo'yaveramiz. Sen tushunsang kerak o'zing hozir.